Ibrohimova. Uzr ustoz, yangi kelinman-ku. Sohir turib ko'chalarni supurdim-da. Ha, mayli, tenging chiqqanda eriga tegib zo'r ish qilsa. Nasriddinov. Uzr ustoz, men ham yangi uylanganman-ku. Ya, oding o'char. Talaba holinga jirt etib uylanib balo bormidi? Qiz bola talaba payti erga tegsa zo'r ish qilsan. Talaba bolalar uylansa jirtillagan bo'lar ekanda. Sahar turib supurganmiz, suv sepib berdim. Endi shunga men o'ynamay masku men. Ustoz, menga javob bering. Uyda tug'ilgan kun bor edi. Endi o'z tushunasiz-ku, erim urishatdi. Ha, bo'pti, borag'ay qizim. Rahmat. Ustoz, menga ham javob bering. Bizakida ham tug'ilgan kun bor-da. Hech kimga javob yo'q. Hozirgina parvardachiga javob berdingiz-ku. A, uni eri urishadi. Shu yeri menman-ku. Bugun kontrakt oxirgi kun qaydan pul topaman? 10 kundan keyin imtihon sessiyani qanday yopaman? Ya, endi 3 kishi ikkita stipendiyaga qanday yashaymiz? Uyga vazifa sotsiologiyadan mustaqil ish, iqtisoddan atrobotga yana nima edi? Ingliz tilidan konspekt. Ha, to'g'ri. Uyga kartoshka, piyoz, sholg'om, yana nima olish kerak edi? Tamom bilan sorimoy. Ha, to'g'ri. Ye, jo'rajon, erta to'yib o'tarsan. O'tgan yili bitirgan qizga uylanyapsanmi? Kanishni kursdoshingga uylansang, bitta xotin ikkita bo'ladi. Bitirganga uylansang, navorat ishlab seni o'qitadi-da, jo'ra. Ye, imtihonda ham, sessiyada ham 0 oladiganlar buni paytda kallasi kompyuter olib ketadi. Men qanday adashdim-ey? Shu uchun hamma bergan ovqatlarni yurmaslik kerak edi-da. Evil chuchcha. O'qish tugadi, endi uchayotgani kunda o'ylamacha dam olaman. Yo, o'g'lim! Dada! Yo! Ketmoningni ishla, dalaga ketdik. Ye, adashdim-ku. Vo, nihoyat 34 yil deganda jahon chempionatiga chiqimmi? Hurra, endi dam olish kerak, dada. Ya, to'g'ri aytasan, men dam olaman. Qolgan 1,5 gektarni o'zing chopib qo'yasan. Oyog'im tortmadi o'zi, mana shu yerga kelishga oyog'im tortmadi. Obod bor mollarga o'tir. Obod bor qo'ylarga qara. Obod bor makkaga suv qo'y. Bo'ldi, dada, bo'ldi. O'qishdan darslar orasida dam olishga 5 minutdan tanaffus beradi. Mana endi bir nafas olgan qo'ymaysiz. Ha, bo'pti, ana soyaga o'tirib, to'lg'altakkina loy qilib tasha, tandir quramiz. Qara. Sog'indim bolam desa bir narsani qura qilgandek chirtillab kelyapman. Mendek kirash bola loy qilaman endi. Ye, bayramga senga hayitlik bermoqchi edi. Undan ko'ra bir yarim soatgina dam bering, bir piyolagina suv bering, dada. Kirayam menda ishlamaydi-ku. Birovnikida mardi kirishasiz ham muncha qiynalmaydi. Appar aka, uyni tomir suvashga qashaq bilan tetik. Shunga aytgan ekandim. Ha, bo'ldi, mana Obid qarashaveradi. Ha, onalarini emsin, galalashni o'ldiringizlar, men bechara, jeb bitiringizlar. Bu talaba zotini 4 yillik kanikilni bundan buloq qilayotganda bular. Ha, jo'rajon, sen ham kanikilda kayf qilib dam olaman deb jirt etib yo'q, moybiga chiqib ishlayapsanmi? Guppicha. Voy, sizgina bulturgijonim. Voy, ukam kelyapti, ukajon. Uzr-az, xola, kimgadir o'xshatib o'rmangizmi? Tanimadingmi, albatta, men opangman. Opam? Qiz bola payti qorayib ketaman deb uydan tulatgacha zontikda boradigan qiz. Kelin bo'lib saraton sosiqda ham qora tapida ham agratijida ishlash nechta pul bo'lyapti? Voy, mana kiyimlarni muncha chala yudingiz, kelin. Voy, uzr, oja, hozir boshqatdan yuvib kelaman. Yig'di, buni kim urgatdi? Bir yuvishdimi? Yo'q, uzr so'rashdi. Qo'limda ichaman hozir. Butun umr o'zi aybdor bo'lsa ham dadamga chaqirib meni moybimni chiqargan odamni uzr so'rashi yozda chillasida qor yog'adi degandek gapda. Ovqat ekan shimni yuvib kelay. Voy, Obidjon, qo'ying, kelin yuvadi. Uyda tuvlisigacha menga arttirgan odam edi, shimni yuvimishmi? Voy, uyaltirma, ukajon. Go'shingni kiyman. O'zim yuvib kelaman. Bekor aytib aytdingiz, xudo xola endi bir chekka o'tkazib qo'llarni chimcho'rib mamatala qilaveradi. Kelin, mana shu yerlarni polni shudgor qilasiz. Aha. Qo'ylarni patini tozalang. Aha. Sigirlarni tuxumini olib, tovuqlarni sog'ib qo'ying. Xo'p bo'ladi, oyijon. Onasini hepsini uyda butun oilamizga bas keladigan opam kelin bo'lib toshbaqa o'chadi desa, ha, faqat sal pastlab o'chadi deydigan bo'lib qolibdi-ku. Bu opalar jonni qaynona osil ekanda. Voy, ukajon, musiqama hozirgina tozaladim. Tozalaysan hamda nimaga yaratirgansan bo'lmasa, kerak bo'lsa tuflimni ham tozalab qo'yasan, tushundingmi? Nima? Men hammasini tushunib oldim. Siz qaynonangizdan qo'rqasiz, anchagina muloyimgina pishakcha deb qo'rqasiz. Hozir xudo xolaga bir o'z aytaman, jangingizni soladi. Xudo xola? Xudo xolang gashtakka ketdi. Uyda faqat ikkalamiz qoldik. O'ldi, opam qo'lida endi meni kondir makrigrab qutqara olmasa kerak. Voy, dod, hozir qo'yaman. Chida. Mana taksi ham keldi. Bizni mashinada tuvish mumkin emas, o'zi hozirgina moykadan chiqdim. Voy, dod. Bo'ldi, o'tiring. Bala qolgan yana taksichi ekanda. Ukajon, bos, tezroq hayda. Aka qilarish siz menga baqirasizmi? Ko'cha to'la yama, radar, kecha kuchda 200 ming ishlab 700 ming tarafga to'laganman. Ukajon, qanaqa radar? Axir bu yerda bir insonning hayoti hal bo'lyapti. Rostdan ham shunchalik bag'ri tosh bo'lib ketdimmi? Axir homilador-ku.
Aka o'zimizni mashinamiz bor ekan-ku, nima qilib gazini bosmaymiz? Jinnimizdan gazini bosib nazarga tushaman-ku. Suv ichaman. Bor ukajon magazindan suv olib chiq. Xo'p, qanaqasidan? Voy, eng qimmatidan ol. Pulini berib olasan. Bo'ldi. Pulni ekan ham o'zim oriqdan suv ichaman, klientga eng qimmati. Non bilan yarim kilo kalbasa ham obid qilmodik-da. Bo'pti, pulini oxirida olaman. Ana keldik. Sizlardan hammasi bu. Tug'ib qo'yaman hozir. Ket, kiramiz xotin. Radar shuncha qilgan rasxotim yaxta tursin. Yo'l kiram ham to'lamay suryapti-ku bular. Voy, tabriklayman. Qo'chqordek o'g'il tug'ildi. Suyunchini iching. Jenglar meni, deb bitiringlar. Hamma mashinaga moy solsam, gaz solsam, radarimga to'lasam, klient ko'ngliga qarasam, mashina remont qilsam, tekinga qo'ygam yetmagan men suv ichib bilan berishim kerakmi? Meni aybim yerdek ichib bo'lganimmi? Mana 5 yulduzcha ham bosmabdi. Hozircha qanot olib kelgan taksichini familiyasi nima ekan? Onasini ham sen bu yerda tuz qurmazim, familiyamdan berdirib 20 ming aliment ham to'latiradi. Qoch! To'xtangizlar, o'zimizga ham kerak. Nima tuvalash, nima janjal? Mana ovsinlarim o'qidi qolgan qozon bilan yarim baklashga moyga chaqitmoqchi. Ovsin, siz kenja o'g'ilga kelin bo'lgansiz-ku. Mana sizga uy qolyapti-ku. Uyni remont qilguncha yangi sotuvchilar ochishadi-ku. Bu yangilar ham toza dasmol bo'lar ekan-da. Yaxshi ham uyda baloni yo'q ekan. Bo'lmasa uyni ham sudrab ketikansizlar. Aka, mana parnikka ozgina qarashib yuring. Sen uyda qoldingmi? Parnik seniki. Kerak bo'lsa o'ting qil. Mani xotinim urishadi. Ikki ish vaqt parnik meniki. Hosil teradigan payt otamdan qolgan parnikni satirchak ko'tarib yeldan biri kiy olasiz. Ha, mayli, yaxshi o'tiringlar. Charchamangizlar. Mana ayam tug'ilgan kunni o'tkazib oldik, ha? Bir xirmo idish tovoqlar bor. Endi shuni birgalashib yuvib olamiz, sizlar. Voy, srochno uyga bormasam, tovuqlarim agarda payxon qilib tashiydi. Voy, sho'rim, men ham shoshyapman. Uyga borib sigirlarni sovishim kerak. Payt shashadi. Non bilan terimizni ham qo'parib ketdimi? Ovsin, qaynonamizni darsiga ozgina yordam qilib yuboringizlar. Voy, aytsam ishonmaysiz, umuman sharoitimiz yo'q. Kecha mana dashi donga pulimiz yo'qligidan shashlik to'sini yedik. Yanga, qarzlaringizni bersalaringiz, qaynonamizga darolmoqchi edik. Voy, u qarz emas, nevaralarga yordam pul edi. Bizlar qaynonamga pul bersak, qarz bo'ladi. Qaynonam bizlarga bersa, nevaralarga yordam pul bo'ladi. Ikkinchi o'g'ilga tegmay men o'lay. Aya, pensiyangiz chiqibdi. Necha yaxshi, ozgina bo'lsa ham qarzlarimizni berib olganmiz-da, ha? Voy, yarmini menga bering, meni ham bolalarim katta emas-ku. Voy, qolgan yarmini menga bering, meni ham erim dayasi-ku. Uyda ish bo'lsa yo tashvish bo'lsa, sizlar chiqib ketgansizlar. Pensiya desa-da, ayam eslanga tushib qoladi. O'roqda yo'q, mashaqda yo'q, xirmonda hozir deb shuni aytsa kerak. Aytdim-ku, ikkinchi o'g'ilga tekkani sho'ri bor ekan deb. Sizlarda ham shunaqami? Sinfdoshlar! Bitiruv kechasiga pensiyaga chiqqan ma'lumlar ham aytilganmidi? Lenta taqib olganiga o'laymi bu mo'maychalarni? Voy, obid! Nozi, sinfdoshlarimizga kel! Onasini ham siz, shuna sinfdoshlarimmi? 20 yilda beti bilan urishib qolibdi-ku bular. Men ketdim. Obid? Nargiz, mana ro'molcha kimniki? Meniki. Ro'molcha seniki, sen esa meniki. Turya qol. Mana protez kimniki? Protez kimniki, menisi seniki. Xudo saqlasin. Nargiz, Saodat, Nozi, onaxon yaxshimisiz? Voy, men sinfdoshing Gulbahorman. Voy, qizlar, kimda nechta nevara bo'ldi? Jinni kimga gapiryapti? Bu yerda qiz bola yo'q-ku. Menda 5 ta. Menda 3 ta nevara bo'ldi. Hamma birinchi bolali bo'lishdan boshlasa, sizlar birinchi nevarali bo'lishdan boshlaganmisizlar? Nima undaysizlar sizlar? Boshidan erim telegramlarim ulab, telefonlarim tekshirib yurardi. Hozir ishi ham yo'q. Men ahmoq dash eriga ham qiziq qolmagan kampirchalarga chiroyli ko'rinay deb 400 ming ipodromda yangi kostyumga olibman. Partalar o'zgalar, hamma narsa o'sha, hech narsa o'zgarmagan. Dash partalar o'zgarmagan. 20 yilda sizlar qanday bitib qarib ketdilar-ku? Ketdik, ozgina o'ynaylik-da, chalg'aymiz. Sinfdoshlar 20 yilda bir maktabda yig'ilib qolibmiz. Obid, bitta sho'x qo'shiq o'ynaylik. Copia, copia, copia aí da gente. Copia, copia, mas estamos sempre à frente. Copia, copia. Bizlar bunday qo'shiq o'ynaymiz. Bolam, o'zimiznikini qo'y. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dilxiroj. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar. Onalar operatsiyasi qilardi-ku bular. Tushunmadim, DJ. Voy boshim. Voy bilan. Voy boshim. Qizlar uzr kechga qoldim. Endi mana maktab qorovuli amaksiga nima bor ekan bu yerda? Jo'ra, men sinfdoshingman-ku. Nima bilasizlar, olgan kreditlar foizini yoshliklaring bilan to'layapsizlarmi? 40 ga kirmay boboy bo'lib qolsan-ku. Obid, nima yangiliklar? Yangilik Iskandar Buildingsda endi xonadonlarni onlayn sotuv yo'lga qo'yildi. Endi dunyoni istalgan joyidan turib bemalol xonadon xarid qilishing mumkin. O'zingda nima gaplar? 3 ta nevaradan keyin 7-siga homiladorman. Hechgina bir bekor o'tirmaysizlar, Endi bizda plan bor-da. Erta bahor bitta, yangi yildagi bitta.
Ye ustoz kelyapti. Assalomu alaykum. Voy, bu ustoz, mana sen ketidan sevaman deb yurganing. Biz sinfdagi Dila-ku. Diliya? Привет, обидчик.